Dabdabali to'ylarga chek qo'yilsin. Oshdan boshqa ovqat tarqatgan qamchilab jazolansin. Ta'ziyada ko'kragiga urib yig'laydiganlarga, bidatchilarga chora ko'rilsin. Yoxud Buxoro amiri Said Olimxonning isrofli to'ylarni tugatish to'g'risidagi farmoniga yuzlanamiz. Palovdan boshqa ovqat tarqatganga 75 darra, uloq va poyga uyushtirganga o'lim jazosi. Buxoro amiri to'y va marosimlarni qanday tartibga solgan edi? 20-asr boshlarida Buxoro amirligida dabdabali to'y marakalar 7-8 kun davom etar. Har kuni 6-7 xil ovqat pishirilar. Mehmonlar ketishda 800 grammdan 16 kilogrammgacha qand olar. Chopon kiydirish odat bo'lar. Nikoh va sunnat to'ylarida ko'p karra uyushtirilar edi. Buxoro amiri Said Olimxon viloyat beklari, qozilar, amlokdorlar va boshqa mansabdorlarning marakalariga borishni taqiqlab, ularga bir-birlarnikiga, bir-birining marosimlariga borishni taqiqlaydi va sho'rvadan boshqa ovqat tanovul qilmaslikni buyuradi. 1911-yilning mart oyida e'lon qilingan juda isrofli to'ylarni tugatish to'g'risidagi farmonga muvofiq, palovdan boshqa ovqat tarqatganga 75 darra, sunnat va nikoh to'ylaridagi uloq chopish va poyga uchun o'lim jazosi belgilandi hamda mehmonlarga chopon berish man etildi. 1916-yil 5-iyunda qand tarqatish ham taqiqlandi. Tabiiyki bu qoidalar buzilar edi, lekin buzilishlar ayrim mahalliy amaldorlarning poraxo'rligi va o'zboshimchaligi bilan izohlandi. Bu isrofgarchilikni Turkiston, xususan Buxoro jadidlari ham, ulamolari ham qoraladi. Muftiy domla Ikrom Qozun Noimin va Illomul Johiliyin, ya'ni uyqudagilarni uyg'otish va johillarga bildirishda to'y, bibi seshanba va aza, xotinlarning 20-40 yil marosimlarini Qur'on oyatlari bilan rad etib, ta'ziyaxonada ko'kraklariga urib nolalar qilguvchilarni maxsus taomlar, gazlama va sovun talabini fosh qiladi. Natijada to'y kunlari qisqarib, bir xil ovqatlar belgilanadi, qand tarqatish va ko'p karra cheklanadi hamda bularning bari Darbayoni bidatoyi mashhura, ya'ni mashhur bidatlar bayoni matnida o'z aksini topadi.